Söylerini boshchilar quymich kosasida emas, tashqi tomonda turib qolgan mana bu yerda. Tomonlama tug'ma sonchiqig'i bilan murojaat etib kelishgan. Bular kechki belgilar yurganda, oqsab qolgandan keyin, oqsab qolgandan keyin bilib qolishganda, oyoq oqsayapti rentgen qilsa, chap quymishlaring chiqib ketgan. Qanday bo'lgan bunda? Ko'raydigan bo'lsak, mana shu son suyaklarini boshchilar quymich kosasida emas, tashqi tomonda turib qolgan mana bu yerda. Tevaroqda. Shuning uchun shu chap oyog'i kalta bo'lib qolgan. Yurganda shu oyog'i oqsoqlanib yurgan. Biz nima qildik? Narkoz ostida yopiq ustida quymishlarini solib, sheptin ustiga gips qo'yganmiz. Qo'yganimizda mana chiqiq holatda, mana ko'rishingiz mumkin, hozirgi holat mana chiqiq holatda qo'yganimizda, mana bu son suyaklarimiz boshqasi mana quymich kosasiga to'liq tushgan mana. To'liq tushgan chap tomonlari. Soqqachalarini kichkina bo'lishiga sababi bir yoshi 8 oylik, bir yoshi 9 oylik bo'lib qolganda, shu yoshgacha bola yurmasdan kechroq yurib, oqsab yurib qolgan. Shuni hisobida quymich kosalari, son suyaklarining boshchilari quymich kosasining ichida bo'lmaganligi uchun son suyagini boshchasi kichikroq bo'lib turadi. Vaqtinchalik. Endi mana joyiga tushdi. Mana shu yerda endi soqqachasi kattalashadi, tenglashib oladi 1 yilda. Endi bolalarimiz quymich son suyaklarining boshchilari joyiga tushdi, sheptin usulidagi gips qo'yib, hozir yechdik. Oyoqlarini juftlattirib rentgen qilganimizda son suyaklar boshchilari chiqib ketmayapti. Mana bu kapsulalar, mana son suyagini boshchasi ushlab turadigan kapsulalar, mana bu kapsulalar o'ziga tortib oldi. Hali gips turish mobaynida. Endi nima qilish kerak? Endi bularda gipsda emas, yengilroq usulda shinaga o'tkaziladi. Shina qanaqa? Shinalarimiz har xili bor. Shina Vilinskiy deyiladi. Mana ko'radigan bo'lsangiz, uchida temir bor, bunisi shina freyka, keng yo'lakli shina freyka deyiladi. Yonga kengaytirib shunday turadi. 4 oy 6 oygacha turadi. Tushundingizmi? Xo'p, oyoqlarni mana bemalol yechib, yuvintirib, cho'miltirib, shinani yechmay turasizlar. Oyoqlarni juftlab yormaslik kerak. Yonboshlariga massaj, parafin qilaverasizlar. Tushundingizmi? Gipsda davolanganlarida qanaqa mas'uliyat bo'lgan bo'lsa, xuddi shu mas'uliyatda shinani olib yurasizlar.